Ha qo'shni. Bugun choyxonaga chiqasizmi? Xudo xolisa ketyapman, o'tiramiz maza qilib. Anchadan beri ishlamayapsiz. Pulingiz bormi-da ish qilib? Pulim bor, ukam baraka topsin, choyxonaga chiqing deb berdi. Ha shu ukangiz yaxshi bola-da, baraka topsin. Ha, yaxshi bola. Ukam shu desang mahalladagilar bilan choyxona ekan. Bir qism pul bersang chiqib kelardim. Aka, o'zi meni uyimda turibsiz, boqib yuribman-da. Endi oshna og'ayningiz bilan choyxona yurishingizga pul ham beraymi? Yo'q, ko'p emas. Ortiqcha puling bo'lsa berib turdi o'tuvdim-da. Ey, bo'pti pul beraman, lekin bu safar qarzga beraman. Oy oxirida pensiyangizdan berasiz. Men Yoshligingda velosiped olib bering deding, olib berimman, pulni o'ylamayman. O'qishga kiraman deding, kontraktini to'ladim, pulni o'ylamayman. Keyin shu uyda yashayman deding, uyni tashlab chiqib ketibman, pulni o'ylamayman. Lekin qo'limdan ish kelmay qolganda, holim nogiron ahvolga kelganda pul berib qarzga diysam ukam. Mayli ber, qolmay ulpatlada. Endi qo'shni bu ahvolda hech kimga keragingiz bo'lmas ekan, hatto qarindoshlaringizga ham ortiqchalik qilar ekansiz. O'shancha sog'liqni asrash kerak, sog'liqni.